Alo. Dillo, Umidjon, inomjonim, ola unaqa emas edi. Mani xotinni qulib qoldi. Oradan chiqib qolyapti. To'g'ri aytasan. Oxirgi payt ancha o'zgarib qoldi bola. Qo'yishsenchi, birovni g'iybat qilishmagin, bir plasda tashqari kelsa orqasidan g'iybat qilishasan. Sal erkak bo'lishi. Omadjon, bir 200 dollar pul zarildi. Berib tura olasanmi? Umidjon, menda unaqa pul yo'q oshna. Bilasan, o'zim mashinani arenda minaman oshna. Hozir mendaqa ish ham zo'r emas. Xafa bo'lmaysan. Yo'q degan. Tillo, sizda yo'q, mashina 200 dollar, rasa zarilibdi. Bor pulim. Iminni senga yo'q. Nima deganing bu? Nimaga menga yo'q? Nega menga yo'q deysanmi? Chunki sendaqa g'iybat qiladiganlarga umuman pulim yo'q. Ha bo'ldi. Shashlikmi? Ovolaman. Hop. Ha, rayami? Bo'ldi. Ovolaman undan. Hop. Bolalar uzra, uydagilar telefon qilib qoladi. Aka bola, xotin bittazida bor ekanda. Inomjon, qanaqa qilib so'rashni ham bilmayapman. 200 dollar rasa zarilibdi oshna. Berib turmaysanmi? 200 dollar xolos mashina. Beramiz sizga. Ha do'stim, biluvdim seni berishingni. Rahmat do'st. 200 emas, sizga 400 berib turaman. Lekin bitta shartim bor. Bo'ldi oshna. Hamma shartingga tayyorman. Nima sharting bor? Bo'lmasa shartda eshit. Farzandlarimga qaraysan, tagliklarini alishtirasan. Changlar tozalaysan. Kerak bo'lsa kirlarimni yuvasan. Ertaman обязательно oyoq kiyimim toza bo'lishi kerak. Shu shartga rozimisan? Qanaqa kir? Qanaqa patinka og'zingga qarab gapir? Ushama pulingni. Ha o'g'il bola, gaplarim og'ir botdimi? Ayoliga nima, ozgina e'tibor berib qo'ysa, xotin qul bo'lib qoladimi? Bu ham birodar farzandi bizga ishonib bergan. Ayol kishi mehrga muhtoj bo'ladi. Nima? Ular shirin taom yeyishga haqqi yo'qmi? Inomjon, bu oshnalar davrasida o'tirganda gapni o'ylab gapirish kerak. Chunki oramizda xotin kishilar ham bo'lishi mumkin. To'g'ri aytasan, do'st. Orzulardan kechishga majburlar hayot. Chunki ular kulishi uchun mas'ul inson sen. Oilam orzusi uchun bugun bir chetda o'z orzularidan kechgan.